Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum aziz muhtaram ve suyumli Şarkı Türkistanlık qarindoshlarım. Allohga hamdlar olsun ki yana bir qatim ko'rishga nasib bo'ldi. Yana bir mavzu bilan huzuringizga chiqib qoldim. Bu mavzu bir taraflama qaramoqqa her bir Uyg'urning tushiga tegishi mumkin. Lekin aqlimizni joriy qilaylik qarindoshlar. Aqlimizni joriy qilib o'ylanaylik. Ko'rayotganinglardek mavzu her bir Uyg'ur qo'lidan kelishicha xizmat qilmoqda. Bu her bir Uyg'urdaki bir qanoat. Her bir Uyg'urdaki bir xata zan. Endi diqqatinglar tafsilotli bo'lsin. Tafriqchi tashkilotlarning buzg'unchilik roli degan bir mavzuda video nashr qilgandim. Balki bir yil bo'lib qoldi. Buningda deyilgan tafriqchi tashkilotlar mening atışımda salbiylashtirilib yoki amaliyotdagi asli sifati bo'yicha atilayotgan bo'lsinmi? Tashkilotning quruvchilari va uningga xalab qatnashganlarning nazarida tafriqchi tashkilot emas, dal vatan millatga qo'lidan kelishicha xizmat qilayotgan tashkilotlardir. Undaq bo'lsa, nima uchun men ularni tafriqchi tashkilot deyman? Ama ularning tushunchasi tamoman aksicha. Bularni amaliyatimizga birlashtirib mulohaza qilib ko'rsak bo'ladi. Men yana bir videoda zaruriyatlarning navbati bordir degan qarashimni isbot qilishga tirishgan edim. Bularning hammasini birlashtirib idrok qilinsa, nima uchun bundaq ilmiy tashkilotlarning tafriqchi tashkilot atalishidagi reja tushunishlik bo'ladi. Asaretdeki bir milletning normal aqli bo'lgan a'zolarining hammasi milletning beshiga kelgan, kelayotgan va keladigan qismatlardan ruhiy azob his qilmay qolmaydi. Bu azob bo'layotganlar qarshisida qo'lidan hech ish kelmaslik, ya'ni zulmni to'xtatolmaslik, mazlumni qutqizolmaslikning vijdon azobi qo'shilib, har vijdon egisini qiynaydi. Her kim bir işlerini kılışını xalaydı. Ama hiç nima qilolmaydi. Mana buningdagi his qilinadigan gunohkorlik tuyg'usi yurakni tilg'aydi. Bundaq kayfiyatda kishilar to'g'ri bir mo'min atrofiga uyushib qolsa, mo'jizalar yaratishi mumkin. Lekin dushman bosh turmaydi. Dushman nima qilishi mumkin? Tabiiyki milliy sevgisi bo'lgan insonlarda ko'rilayotgan yoki ko'riladigan vijdon azobi uchun tasalli oladigan, vijdonlarni papilab uxultadigan bir yo'l sunishi mumkin. Bir az o'tmishga ketsak, 2. Dunyo urushi davrida Germaniya Polshani ishg'ol qilgandan keyingi mezgilda Gitlerning partiya ishlar katibi Martin Bormann shundoq degan edi. Hem nesi elevelingan polşuluklar için şunu degan edi. İç puşqini chiqason deb ularga dinni qoldirib qo'ydi. Ya'ni Slaviyalarga iç puşqini chiqason deb dinni qoldirib qo'ydi. İlgirki videolar yoki maqolalarda deyilgan bir mazmun bor edi. Umumen insan ballarının manevi açlığı bulutlarlığı, bu manevi açlıkka devlet hakimiyeti, devlet kültürü degen programmalık halda devlet fuqaralarını qayta şekillendiriş projektiga uygun bo'lgan ma'lum bir xil manevi uzuq berish kerakligi. Agar bundaq uzuq maqsadlik holda berilmagan taqdirdami, inson ballari maneviyati uchun bir narsalarni o'zlari hal qilib
uzuq qilishi mumkinligi qatorliqlar. Ya'ni uning ma'naviyatiga siz g'alva tayyorlab beralisingiz, u g'alva yeydi. Bo'lmasicha xalq degan podaga o'xshash. U poqni halva deb yeyilishi mumkin. Uning uchun yetaklanishga muhtoj. To'g'rimi yetaklandi, xatomi yetaklandi qarindoshlar. Hatto bundaq ma'naviy ochliqqa davlat ega bo'lib, bir qo'lliq, maqsadlik holda bir narsa bermasa yoki berolmasa, fuqarolarning qalaymaqan bir narsalarni ma'naviyatiga qabul qilish natijasida kollektiv buzilish, axloqiy yimirilish, ruhiy krizislarga petishdek salbiy oqibatlar maydonga keladiganligi bu deyilgan. Ben bunu o'tmishdagi kitoblarimda, maqolalarda degan. Bununla tarixda misollar nurg'un. İnsanlarning ma'naviyatini to'ldirib turadigan din cheklangan bir to'plumda din o'rniga boshqa bir narsa dastilmay qolmaydi. Xitoylar din o'rniga mavzudun iddiasini qo'ygan va mavzuduni ilohlashtirgan edi. Türkiye'de bo'lsa din o'rniga Kemalizm, iloh o'rniga Atatürk dastilgan. Germaniyada natsizm ve Hitler bo'lsa ilohlaştırıldı. İnsan hemen bir ma'naviy tasalliga muhtoj bo'ladiganligi, bu muhtojlik to'g'ri yo'ldan qondirilmasa, talvillashadiganligi, hatto ba'zida bu bir ofatga aylanadiganligi nuqtasidan natsistlar Polshada dinni kengri yo'lga qo'yish orqali Slavyanlarga tasalli imkoni ta'min etgan. Xuddi shuningdek, bugungi Uyg'ur diasporasida millati duch kelayotgan fojialar, mavjudlik yoki yo'qolishning ochilib turayotgan qo'rqinchli vaziyat her bir vijdon egisini o'xshamagan darajada ta'siriga uchratmoqda. Buni hammanglar bilamiz. Hammanglarning yuragi aytishayotgan bo'lsa-mu, qo'limizdan hech ishning kelmishi bizni ruhiy krizisga batırmoqda. Her kim bir ish qilsam bo'ladi degan o'yda tipirlamoqda. Hiç ish qilolmaslikdan tug'ilgan gunohkorlik tuyg'usi, vijdon azobi her Uyg'urning psixikasini buzayotgan omillardan biridir. Ama bu titlik, yani bu titlik bulup ko'rinayotgan ichki energiya to'g'ri yetaklanmaganligi yoki to'g'risi barliqqa kelgichilar xato tarafga yetaklanganligi uchun umumyuzlik foydasiz bo'lgan bir yo'lda ishkirlab ketmoqda. Qaraysizki, her bir Uyg'urning birer tasallisi bor. Her bir Uyg'urning o'z vijdonini papilaydigan birer ishi bor. Yani her bir Uyg'ur qo'lidan kelishicha xizmat qilmoqda. Her bir Uyg'ur vatan millat uchun hassa qo'shmoqda. Ularning ba'zilari ma'lum turdagi ilmiy tashkilotlarga uyushgan holda bundaq tasalliga erishgan bo'lsa, ba'zilari hatto o'zi qurgan, o'zidan boshqa a'zosimi bo'lmagan biror tashkilotning beshi bo'lishligi bilan tasalli topmoqda. Texmi qiziqi, hech qanday tashkilotga qatnashmagan va qatnashishga yaqin kelmaydigan bir muncha Uyg'urningmi o'ziga tushlik tasallisi borki, umu ommaviy torlarda inkaslari bilan terib to'shalgan hikmatlari bilan qo'lidan kelishicha millatga xizmat qilmoqda. Nihoyatda ko'p qatim takrorlaganimdek, Sharq Turkistonning mustaqilligi mavzusida hala qilinayotgan biror unumli ish bo'lmaganning ustiga bundaq bir ishning tayyorligimi bo'layotgani yo'q. Chunki her ko'ngilning o'ziga tushlik tasallisi bo'lganligi uchun bu ma'naviyatimizning bo'shligini to'ldirgan pichak yanaq ekanligini his qilmasdan, her kim o'zining qo'lidan kelishi qilayotgan xizmati bilan qanoat topganlikdan o'tirda hech qanday bir ishning bo'lmayotganligi haqida aql va mantiqi bo'yicha fikr qilayotganlar yo'q desakmi bo'ladi. Qarasangiz hatto bir muncha buzg'unchilarmi, fitna bozorlarimi o'zlarini qo'lidan kelishicha xizmat qilayotgan qilib bozor solmoqda.
texmi qiziqi torlardagi hech nimaga yaramaydigan inkaslar qaqshashlar bilan qanoatlanish kayfiyati yaratib bo'ldi qilmasdan hatto o'zaro bu xizmatlar muayyanlashtirilayotganligi o'zaro pudishib ko'p turishib bu qanoatni bu aldamchi tasallini to'yindirayotganligimizni his qilayotgan aqllar yo'q hisobda. Aslida biz oshkora yo'shurun yo'llantirilganligimizni, mushundaq bo'sh qanoat, aldamchi tasalliga yetaklanganligimizni bilishimiz kerak edi. Buni bilgandila andan o'zimizning ish harakatini isloh qila olamiz. Agar buni bilmasak yoki bilgili unamasak, hozirgi holatimiz bilan qo'limdan kelishcha xizmat qilyapman degan zam bilan ketaveramiz. Qandoq yo'llantirildi? Bunun oshkorasi qaysi, yo'shirini qaysi? Xitoy istixboroti tarafidan yo'llantirilyapmiz. Buni istixborot savodi bo'lgan kishilar nayta osonlik tushuna oladi. Ko'p qatim deb o'tganimdek, bir jamiyatda bo'lib turadigan har xil do'lqinlar, kayfiyat o'zgarishlari, fikr ixtiloflari, o'tirg'i chiqib turadigan yangi fikr, yangi ideyalar, hatto bir zamonda deganda vatanda ba'zida avjab ketadigan restoran mehmondorchiligi, to'y to'kinlardagi hashamat, aroqkashlikning avjalishi degandeklargacha hargiz o'z-o'zidan bo'lmaydi. Aşınçılık işlerinin bu astırıttın yönlendirgücüsü olur. Bularning hammasining tagida bir yo'shurun qo'l, istixborotning qo'li bo'ladi. Yo'shurun yo'llantirish mavjud. Ammo xalqimizning istixborot eni noldan tugan bo'lganligi uchun bularga ishontirishning imkoni bo'lmagandek, tushuntirishga kuch yetmaydi. Agar har qanday kichik tavrinishlar, o'rlashlar, cho'kishlarning aqsida bir qo'lning bo'ladiganligini qabul qilgandilar, ondan diaspora jamiyatimizda bo'ladigan ishlarga, yangiliklarga to'g'ri baho bera olamiz. Deylik millatim uchun birer ish qilsam bo'ladi deb puchilnayotgan kishilarga ma'lum bir tashkilotga uyushish xuddi kasalliklarga pichoq suygandek yoqadiganligi aniq. Bulupmu ularni işkilinişlerden tamamen ergdalgan keyfiyatda bunda amallarga qetibilish uchun qiziqishiga, kasbiga, intilishlarga uygun keldigan turda doğru bersangiz, qabul qilinishi teximiz va qarshiliksiz bo'ladi. Mana shunday qilib, har xil atoqdagi atalmış ilmiy tashkilotlar, qalamkashlik yoki yozarlik birlashmalari, qisqasi to'g'ridan to'g'ri siyosiy maqsadlik bo'lmagan bundaq to'plarga odam to'plash bilan ularning ichidagi potensial energiyalarga yugan solinadi. Bu xuddi har yerni buzib oqadigan kuchli iqimni to'sma orqali tizginlab, bu tayyor kuchdan foydalanib elektr ishlab chiqargandek bir ish. Mana bu shunday g'ayri-siyosiy maqsadli tashkilot yoki tashakküllar insonlarda tabiiy bo'lgan potensialni tizginlab, ular muhtoj bo'layotgan ma'naviy tasallini sunib, ularni qanoatlantirgandan keyin ular mushu tashakküllar doirasida qilayotgan ishlarni, hatto yig'ilishlar, suhbatlarni qo'lidan kelishchi xizmatning jumlasidan deb qarag'achqa g'oyat tabiiysunda zo'r tasalliga erishadi. Bundaq tashkilotlar orqali qilayotgan bu xizmatlarning mustaqillikqa to'g'ridan to'g'ri aloqasi haqida o'ylamdi. O'ylashi mumkin, o'ylamaydiganlarmi bo'lishi mumkin. O'ylagan taqdirdami, men qo'limdan kelishicha xizmat qilyapman. Hamma ishni milla qilatdimmi? Qog'inni boshqalarmi qilsin-da deydigan bir bahschilik tuyg'usi bilan yana o'z yo'lida davom qilaveradi. Endi bundaq tashakküllarga to'planganlarni to'g'ridan to'g'ri ayblashgan bo'lmaydi. Yoki bundaq top va tashakküllarni qurishni xato degili bo'lmaydi. Bularning hammasi yo'llantiruvchilar tarafidan allaqachon hisob qilingandir. Shuni ular xotirjam ishlarni qilayotgandir. Chunki bundaq tashakküllarning bo'lishi millatning kelgusi uchun keraksizmi emas. Mana bu keraklik ularni tamamen rad qilishni cheklab turadigan kuchli bir asos bo'lganligini yo'llantiruvchilar allaqachon hisob qilib, ondan
bu ishlarni qilayotganligi aniq. Unda bo'lsa chatoq zodi qayerda? Zürriyetlerinin növbeti hakkındaki hukumunun mücmellikide. Çatak ana şu yerde. Yani aldı bilen un alış gerek mi yoki duttar eliş gerek mi degan masalada unni olmay dutta ilova qolmoqda. Çatak. Bo'lmasa duttami kerak. Ko'nglimizni echishimiz uchun duttami kerak. O'z navbatida. Lekin avval un elishimiz lazım. Eğer eşini alıp kalsak dutta alsak olur. Yana biri bundaq toplağı qatılğıçılardaki qanaatning tuturuqsuzluğuda. Yani ular muş toplardaki qo'lidan kelishcha xizmat bilan qanoatlanib qolmagan bo'lsa, mushu topqa qatilishning o'zi bilan to'yinib, to'g'ridan to'g'ri siyosiy maqsadli toplardan o'zini qochirmagan bo'lsa, masala hal bo'lgan bo'ladi. Ve yo'llantiruvchilar maqsadlariga yetilmagan bo'ladi. Siyosiy sablar aqtashlanib qolmagan bo'ladi. Çatak mana mush qanoatda. Hech qanday toplar qatilmasdan yakki beshiga qo'lidan kelish xizmat qilayotgan qarindoshlarimiz uchun ularni yo'shirin yo'llantirishning qurbonlaridir. İstihbarat savatlarida deyilgandek söz çöçek taqitish, astiritdan daydayga selish, samanning astidan suv yugurtish qatorliq usullar bilan bir jamiyatda, hatto jamiyat mashinasining sirtida qolgan oila ayollarini yo'llantirgili bo'ladi. U holda hech qanday top yoki tashkilotga qatnashqili unamaydigan shaxslarmi mana shunday yo'llantirishlarning sirtida qolmaydi. Qololmaydi. Neticede özlerimi uqmagan halda oldin yoki planlıq tayyorlangan iqim ichida üzüştün saqlanmaydi. Ularga ruhiy qanoatning yo'li ko'rsatib berilgan bo'ladi. Vicdanini ta'pilaydigan bir tasallini heliqi beshi bosh inkaslar, u yer bu yerdan terib to'shalgan hikmatlar quloq mollusilik bilan anglagan bir nimalarni ko'chirib yo'llash yoki hambahrlash orqali ularni qo'lidan kelish xizmat qilayotganlik qanoatida o'z-o'zini gollaydi. Bularning hammasidan dushmanning qozonchining bo'ladi. Aniq va o'tkir qirliq siyosiy tashakküllarga uyushi kutiladigan omma mashg'ul qilinadi. Qo'li baka emas. Siyasi teşekküller bilimlik, sapalık insanlarsız, acizlikle ittirildi, sapasızlaştırıldı. Yardım berişi kütülgen çetel hükümetlerinin nezirgi ilingide kalgı yetişip gelişinin aldıylanıdı. Ama bilermellerden müteşekkül toplarının uçuk siyasi gayeleri bulmagaçka, müstakillik mavzusunda yardım bergisi kelgen bir devlet mi, bundak ilmi teşkilatlarını üzüge muhatap sanamaydı. Neticede diaspora Uyghur cemiyetindeki barlık bilermenler yoki zor bir kısım bilermenler müstakillik nişanıga alaqsız hamallarga ketilip öz-özünü gol qilish turidagi qo'lidan kelish xizmatlar bilan shug'ullanadigan siyosiy maqsadli toplar, ixtisosliklar, sapoliklar yetishmagan qahatchilik, bichorlik ichida hech ilgari bosmay tarixiy fursatlar o'tib ketaveradi. Bizga qoladigan bugun tarixga aylangandan keyin tanla ata barmoq tishlash, pushaymon qilishlar bo'ladi. O'tgan hafta to'rga yo'llangan hech Sharq Turkiston qurilmaydi degan kitobni eslanglar. Qarindoshlar, shu qarashni, oshundoqlarning qarashini rost chiqaradigan navbatdagi tutumlarimizni isloh qilib, siyosiy tashakküllarga uyushmasak, biz yomon ko'rgan, hammamiz nafratlangan shu qarash rost aylanadi. Undaq qarashlarni yolg'onga chiqarishning yo'li hergizmi quruqdan quruq nafrat ifodalash emas. Balki amaliy harakat ekanligini hammamiz bilamiz. Shundaqdir, nima shuni har kim o'ziga tatbiqlamaydi? Tatbiqlay olmaydi. Qarindoshlar,
bulupmu koludan kireşçi hizmet kılavatkan kırındaşlar. Bökünlarını aldığınları hep uyup, oylap görünler. Digellerim doğru olsa, doğru dek tuyulsa, bundan keyinki hatta hareketleringizge az tili özgertiş kirgizip kalsanız acep emas. Bugünkü sözüm şunun bilen tamam. Eğer okşamagan qaraşlaryňlar bolsa, reddiyalaryňlar bolsa, inkasga yazsaňlar qarşı alaman. Allah hemmeňlarni öz panahyny saklasın. Niyet kıygan büyük işleriňlardy ýardam kıysın. Hayır hoş. Allah'a emanet.